Xitoy Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlarga qilayotgan zulmlarni yo'shirish uchun turli hiyla-mekr va saxtliklarni qilmoqda. Xitoyning assimilyatsiya siyosatlarini tanqid qilish uchun kelganlarga saxta ko'rinish hozirlash bilan birga doiralar Urumchida odatda ochiq bo'lmagan masjidlarni ochgan va kishilarni masjidga yig'ish uchun pul berdiganligini aytgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi zulmi dunyoga fosh bo'lishga boshlagandan keyin Xitoy Misr qatorliq davlatlardan ziyoratchilarni taklif qilib, saxta ko'rinishlarni yasab ko'zitish orqali sirtqi dunyoni aldashga urinib keldi. Yaqinda Amerikaga kelgan lager shoidi Zumrat Davud Xitoy zulmi ostida 80 yoshli dadisining uyiga 8 Xitoy saqchi kelganligini va dadisidan pulga namoz o'qib berishni talab qilganligini oshkorladi. O Xitoyning bu orqali chet eldan kelgan ziyoratchilarni oldirmoqchi bo'lganligini bildirdi. Xitoyning Uyg'urlar ustidagi zulmi davomlashayotgan bir vaqtda Turkiya Xitoy bilan yana bir sohada hamkorlikni kuchaytirdi. Turk Osiyo shirkati Xi'an liniyasini ichish uchun yerlik doiralar bilan kelishim tuzdi. Turk Osiyo shirkati axborot ishxonasi e'lon qilgan bayonotga asoslanganda Xitoyga tunji safarni 1999-yilda boshlagan Turk Osiyo shirkati 20-yilda Beijing, Shanxay va Guangzhoudan keyin Xi'anga bevosita uchish liniyasi ochdi. Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushidan kelgan yumshoq signallari embargo doirasidagi Xitoy texnika shirkatlarini umidlantirdi. Huawei shirkatining bosh ijroiya amaldori Ren Zhengfei Amerika prezidenti Trumpga taklif sundi. Trump bilan ko'rishishdan mamnunlik his qilganligini va buning uchun Trumpning Xitoyga kelishi kerakligini aytgan Ren Zhengfei, uning maxsus aeroplani bor, qolgan vaqtda Xitoyga kela oladi, lekin mening Amerikaga boradigan aeroplanim yo'q dedi. Amerika bilan Xitoyning savdo qizil raqami 2016-yildagi 347 milliard dollardan 2016-yili 375 milliard dollarga, o'tgan yili bo'lsa 420 milliard dollarga tushdi. Kommunist Xitoy bilan Tayvan orasida davomlashayotgan jiddiy munosabatlar tor dunyosida o'zini ko'rsatishga boshladi. Xitoyning Tayvanga bo'lgan tor hujumi kuchayayotgan bir vaqtda Amerika bilan Tayvan orasida tor urush manevri o'tkazildi. Manevrda Tayvan rasmiy organlari bir hafta bo'yicha ko'p qatim tor hujumiga uchradi. Hakkerlar Tayvan tor bexatarlik temiga eng zo'r darajada besim tushirdi. Ikki davlatning bayonotida bu tor hujumi manevrining Shimoliy Koreyadan keladigan tahdidlar qarata elib berilganligi ta'kidlangan bo'lsa-mu, lekin Tayvanning asli dushmanining Xitoy ekanligi ma'lum. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Al-Qoida terrorlik tashkilotining ba'zi katuvashlarining o'rnini tepishga yaraydigan uchurlarni ta'minlovchilarga 10 million dollar mukofot berdiganligini e'lon qildi. Al-Qoidaning qo'lliq a'zolaridan Al-Avlaqi bilan Al-Qusi Amerika Tashqi ishlar ministrligining haqqoniyat uchun mukofot tizimligiga qo'shildi. Ministerlik bayonotida bu kishilar haqida uchur berdiganlarning doiralarga ilxat yoki telefon orqali yetkazib bo'ladiganligini, Avlaqi uchun 6 million, Qusi uchun bo'lsa 4 million dollar mukofot berdiganligini bildirdi.